peshonasidan shiddatla tutamiz. Yaqinda olimlar miyaning yolg'on ishga mas'ul bo'lgan mintaqasini aniqlashdi. Bu hudud miyaning old, peshona qismida ekan. Kishi xato ish qilgan paytda mazkur hudud shiddatli ravishda faollashar ekan. Bu holat yuqoridagi rasmda to'q pushti rangda ko'rsatilgan. Olimlar tadqiqot xulosasida aytayaptiki, yolg'on gap va ish amalga oshishi hamda xato sodir etilishi miyaning eng old qismida, arab tilida nasiya deb ataladigan peshona qismida shakllanar ekan. Endi Qur'oni Karimdagi ushbu oyatga e'tibor qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Kalla لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Yo'q, agar qaytmasa peshonasidan shiddatla tutamiz. Yolg'onchi, xatokor peshonasidan. Alaq surasi 15-16 oyatlar. Ushbu oyatda peshona yolg'onchi, xatokor deya sifatlanmoqda. Bu esa bugungi kun olimlari ultratovush apparati yordamida aniqlagan ilmiy haqiqatni Qur'on bundan 14 asr oldin e'lon qilib qo'yganini ko'rsatadi. Subhanalloh.